Shu kunlarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan qaror loyihasi tayyorlanmoqda. Shu munosabat bilan Milliy olimpiya qo'mitasi prezidenti Umid Ahmadjonov hamda jismoniy tarbiya va sport vaziri Shoakram Isroilovlar respublikamiz hududlarida sport va jismoniy tarbiya tizimida faoliyat yuritayotgan soha vakillari hamda sportchilar bilan uchrashdi. Uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Sport federatsiyasi va assotsiatsiyalar, olimpiya zaxiralari, sport kollejlari, ixtisoslashtirilgan bolalar, o'smirlar sport maktablari tizimlarida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar o'rtasidagi uchrashuv o'ziga xos ochiq muloqot tarzida o'tdi. Jismoniy tarbiya va sport vaziri ushbu uchrashuvni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad ayni paytda mamlakatimizda sport sohasining eng quyi bo'g'inlarida yuzaga kelgan muammolar va ularning yechimini aniqlash orqali yaqin kunlarda prezidentimiz tomonidan imzolanishi kutilayotgan sportni rivojlantirishga doir yangi qarorning mukammal ko'rinish hosil qilishiga zamin yaratishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shaxsan prezidentimiz topshirig'iga binoan tashkil etilgan uchrashuvda soha mutaxassislari o'z takliflari bilan chiqishdi. Mavjud muammolar va ularning yechimi tahlil qilindi. Shuningdek, ayni paytda yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanmaslik, buning oqibatida natijalarning pasayib ketishi, seleksiya ishlarining to'g'ri yo'nalishda olib borilmasligi, yosh va iqtidorli sportchilarning chetda qolib ketayotganligi eng katta kamchilik ekanligi ta'kidlandi. Joylarda mana shu jismoniy tarbiya va sportga mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalanmaslik masalalari ham bor. Effekti yo'q, treneri yo'q, aytaylikki o'sha sport seksiyalarini ochib qo'yilgan, nomigagina ochib qo'yilgan. Vaholanki bu yerda davlat tarafidan bir qancha shu trenerlarga maoshlar, mablag'lar tayinlangan. Mana shu mablag'larni samarali foydalanish masalasida ham og'riq nuqtalarimiz bor. Kadrlar tayyorlash masalasi ham bor. Yangi vazir tomonidan yurtimiz sporti dovrug'ini yuqori ko'tarish, muvaffaqiyatga erishish, chet el tajribasini o'rganish uchun xalqaro aloqalarni rivojlantirish lozimligi qayd etildi. O'z navbatida Umid Ahmadjonov ham yig'ilganlardan tortinmay o'z taklifini bildirishlarini, mazkur tarixiy qarorda yana nimalarga ahamiyat berilishi lozimligini so'radi. Ochiq fikringlarni beringlar, bu O'zbekistonning sportning rivojiga xizmat qiladi bu narsa. Qaror o'shaning uchun, yo'masam hammani Qoraqalpog'istondan, Andijondan yig'ib, bu yerda shunaqa topshiriq berdilarki, pastidan oldin o'rganlaring, bu qaror har kuni chiqaveradigan narsa emas bu. Hozir qilaylik shuni. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport boshqarmalari vakillari, O'zbekiston sport faxriylari kengashi mutasaddilari, olimpiya zaxiralari kollejlari, ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktablari rahbarlari so'zga chiqib, o'z takliflarini bildirishdi. Sport sohasida to'planib qolgan muammolar, ularni bartaraf etish uchun nimalar qilish lozimligiga e'tibor qaratildi. Yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilayotgan qarorda ana shu uchrashuvda bildirilgan takliflar albatta e'tiborga olinishi qayd etildi.